Dehqondan Nexus so'raganlarga azizlar 2016 chiqib qoldi bitta mana mokri asfalt rangidan. Xo'p, yurgan 260 mingmi? 260 ming yurgan 1.6 yevro varianti. Ya'ni konditsioner bor, salon prostoy, rol gidravlika, ekonomizerlari bor. Xo'p. Motor ходовой korobkalari? Ходовойda ozgina ishi bor. Korobka bilan motorchi. Gazlari bormi? Bor, Metan gazlari bor, temir, ha? Temir metan gazlari bor. Xo'p, buni kraskasi qanaqa? Kraska shu oldi kapot bilan orqa ko'ylagi ozgina. Xo'p. Shu joyda aytdik-a, mana shuni pastida kraskasi bor ekan. Boshqa yo'q orqada. Yo'q, hech qayerda. Kapot sepilgan ekan, lekin azizlar hech qanaqa bir qattiq udar bo'lib ustitlar yechilmagan, ustitrni bir tarafi sepilgan ekan. O'zingizlar bemalol kelib ko'rib ustinglarga tekshirtirib olaverasizlar. 2016 260 ming yurgan. Xo'p, game bo'laveradi bu. Bo'ladi. Naqqa sotiladi mashina. Narxi faqat Nech pul narxi buni? uni 5000 dan ozgina o'tib beradi. 5000 dollardan ozgina o'tib beriladi. Balonlari yursa bo'laveradigan holatda. Faqat sotiladi mashina. Nomeringiz 93 93 717 717 65 66 65 66 raqamiga murojaat qilasizlar. Mabodo bunga tushunmay qolsa 94 94 435 435 46 64 46 64